Jamoat transporti aholining bir manzildan ikkinchi manzilga yetib olishlarida eng qulay va arzon transport turi hisoblanadi. Undagi muammolarni joyiga chiqqan holda o'rganish va bartaraf etish dolzarb masaladir. Viloyat transport boshqarmasi boshlig'i Ravshan Tojiyev sohada xizmat ko'rsatuvchi korxona rahbarlari ishtirokida shahar yo'nalishlarida xizmat ko'rsatuvchi avtobuslarga chiqqan holda ko'rsatilayotgan xizmat sifatini bevosita avtobus haydovchilari hamda yo'lovchilar bilan suhbat qilgan holda o'rgandi. Haydovchilar bugungi kunda ularni qiynayotgan muammolar qatorida bekatda qoldirilgan shaxsiy transport vositalari, ko'chalardagi tirbandliklarni sanab o'tdi. Yo'lovchilar bilan suhbatda esa avtobus salonida yo'lovchilarning qo'polligi, bekatlarda ortiqcha to'xtashlar, haydovchilarning ayrim hollarda qo'pol munosabatda bo'lishligini sanab o'tdi. Shu bilan bir qatorda yangilanayotgan jamoat transportidan mamnun yo'lovchilar ham o'z fikrlarini bildirishdi. Yaxshi xizmat qilyapti. Pasti 9:30 gacha yuradi. Odamni uzoqni yaqin qilyapti. Xalqimiz bundan minnatdormi, yaxshi tomon o'zgarib boryapti. Men minnatdorman. O'rganishlar davomida ba'zi avtobuslarda va haydovchilarning ishida kamchiliklar aniqlandi. Bular Samarqand shahrida xizmat qilayotgan avtobus salonlaridagi sanitariya holatlarining buzilishi, validatorlarning ishlamasligida. Kartochka olib ketmaysiz. Talab qilingan. Trafaret qanaqaga qo'ygansiz? Bekat mana kiritilganda, lekin mashinalar tanishga to'xtaydi-ku. Olmaydi grafik. Moyingiz bor, mochkalaringiz bor. Har bir avtobus bo'yniga qo'ysangiz, har bir shambullab jiptalari bilan qarang, nelar qarang, ahvoli qattiq qo'rqyapti. Mana ularni qarang, polislar yetmagan. Mazkur holatlarni bartaraf etish yuzasidan mas'ullarga vazifalar yuklandi. Shuningdek, boshqarma boshlig'i haftada bir kun jamoat transportidan foydalangan holda muammolarni o'rganish va unga yechim topish borasida tashuvchi korxonalar rahbarlari bilan kelishib oldi. Birinchi kun kamchilik bo'yicha ko'rdik. Bu narsani endi ko'paytiramiz. Hozir keyingi yilligimizda har haftasiga bir marta o'tkazamiz. Ikkita yo'nalishda polsda ko'rib chiqamiz shu hudud bo'yicha yurishini.